Assalomu alaykum. Xayrli tong, xayrli kun. Kuningiz yaxshi o'tsin, chiroyli o'tsin. Necha kundan beri bitta parda bilan bo'lib qolgan edim. Bugun mana ro'lamni boshladim. Hop, bu zalga, bu Chanel. Bitta narsani ko'rsatmoqchi edim. O'sha ko'k pardani tikkanimda ko'pchilik bu Chanelmi ipidan tortasizmi deyishdi. Hamma pardani ipidan tortib ko'raman olgan vaqtim. Sal ziyodcha qo'shib, agar ipidan ketsa, darja ipidan olaman, bo'lmasa to'g'ri kelmasa, to'g'ri bichaman. Chanellarni ham hozir mana bunisi ipidan to'g'ri keldi. Mana ipidan tortdim. Mana shu bo'yicha ketaveradi endi. Ipini chiqarib olamanda, mana shu chiziq bo'yicha qirqib ketaman. Bir xil bo'ldi. 6 ta bo'y olaman. Shunaqa ipidan tortib olaman. Misol uchun keyingi safar aynan shu rang, aynan shu Chanel, aynan shu kodda olsam ham, bu ipidan ketadi deb o'lchamasdan, sinab ko'rmasdan ipidan tortib ketavermayman. Uni ham ipidan tortib ko'raman. Hammasini, Chanelni ham, misol uchun boshqa materialni ham ipidan tortish mumkin bo'lganini tortib ko'raman. Tekis chiqsa keyin tikaman, chiqmasa o'shanga qarab bo'yini to'g'rilab olaman. Aynan o'sha mato bo'lsa ham keyingi safar men bundan tikkanman, ipidan ketadi deb tavakkal bichib ketmayman, ipidan tortib ko'raman. Keyin yana bitta narsa, Chanellarda kromkani olmayman. Vaziyatiga qarab, yumshoqligiga qarab. Mana hozir bunda men ikki tomonni ham olmayman. Bir tomon yonchoq bo'lib kirib ketadi, bir tomoni esa bahramani tagiga qayirib, bunday qilib tikib yuboraman, plankacha qilib. Mana shuni ichiga zoldircha qo'yiladi. Ko'rsatgandim-ku videoda. O'shanaqa qilib tikiladi. Tepasini esa bantovka qilinadi. Eslaringizda bo'lsa, Tojikistonda yashil parda qo'ygandim. Menga eng yoqqan parda deb. Ana o'sha pardamiz klientga yoqqan. Unda turba karniz edi. Biz hozir buni baget karniz qilamiz. Zoldirchaga o'tdim, yonchoqini tikdim, etagini tikdim, tepasi oxirida tikiladi. Bitta narsa, boya men kromka olmayman dedim, lekin bu tarafni oldim. Sababi bu tomon o'ng tomonga birinchidan qayriladi. Mana shu o'ng tomoni. Ikkinchidan mana shu yonidagi tirishkanlari ustida ko'rinib qoldi. O'shaning uchun olib tashladim kromkasini. Boya aytdim-ku, vaziyatga, sharoitga qaraymiz deb. Mana shunaqa vaziyatlarda olib tashlaymiz. Men uni birinchi dazmol qilib ko'rdim. Dazmolda ham yoyilmadi. Keyin o'sha kromkani ignani tishichasidan kesib olib tashladim to'g'rilab. Mana hozir zamoglabga qo'yamiz, chetidan tikish uchun. Mana shu matoni o'ng tomoni, mana hozir tikkanimiz. Orqa tomoni. Agar tagini tortibroq tikmasangiz, orqasi tirishib qoladi. Oxiri etagida bir-biriga yetmay qoladi. Juda ham qattiq ham tortmaysiz. Shu yonchoqni qanday tiksak, qanaqa texnika bilan tiksak, bu ham xuddi shunaqa bo'lib tikiladi. Zoldircha sifatida mana shu bahramachani ishlatdim. Birinchi marta qanaqa chiqadi natijasi. Xudo xolasa chiroyli chiqadi. Bu videoni joylaganimizdan so'ng juda ko'pchilik zoldirchasini tikilishini ko'rsating deb yozishdi. Avvalgi pardalarimizda zoldirchalarimizni planka yordamida mato orasida qoldirgan edik. Bu safar ham matoni, ham vaqtni tejash uchun boshqacha uslubdan foydalandik. Bunda zoldirchalarimizni matoning o'ng tomoniga qo'yib olamiz hamda matoyimizni zoldirchamizni plankasini yopar darajada orqa tomonga qayiramiz, ya'ni o'ng tomonga. Matoning kromkasini kesish va overlock qilish ixtiyoriy. Qayirib tikish uchun esa matoning enidan kelib chiqib 1 sm dan 3 sm gacha qayirib tikish mumkin. Bunday zoldirchali bahramani tikishda zamok labkadan foydalanish qulay. Bizda ayni vaqtda zamok labka bo'lmaganligi uchun oddiy labkadan foydalandik hamda matodan ozroq qismini chiqarib tikdik, plankani ko'rinmasligi uchun. Bunday uslubda tikishning afzalliklari: ortiqcha planka kesib, ortiqcha mato ustida ishlanmaydi, ortiqcha vaqt talab qilinmaydi hamda ilinganda juda ham chiroyli ko'rinish beradi. Boshladik fasonimizni. Men buni zoldirchali fason, eslaringizda bo'lsa, tepa qismini bantovkali qilmoqchiman, 7 tali qilmoqchiman, chunki 6 tali sal maydaroq bo'ladi, 8 tali kattaroq bo'ladi. Shuning uchun 7 talini mana qilib ko'rmoqchiman. Hozir mana terdim. Chiroyli chiqyapti. Buni bunday oldim. Mana shu parterda enini yonchoq bahrama tikib bo'lib, tayyor razmerda skladkalar soniga bo'lamiz. Masalan, menga 13 ta kerak edi. 13 ga bo'ldim. 21 sm dan tushdi. Oraliqlarini 21 qilib belgilab oldim. Endi
shu turgan joyida ruchnoy qilib skladkasini teramiz. Ya'ni mana hozir har 21 ga bulavka qo'yganman. Chizib chiqsa ham bo'ladi. Aytgancha orqasiga mana qayrilgan и overlock qilingan. Nimaga? Akkuratniy turishi uchun ham tikilganda ipi titrab, Chanelda ipi titraydi, xalaqit bermasligi uchun. Albatta bu narsa sizni mehnatingizni bahosini ham oshirib beradi. Mana olamiz razmerini. Bizda mana shu joy mana 21, o'rtasini olamiz 10,5. Endi mana shu o'rtasidan 7 santimetr olaman. Ya'ni 3,5 mana bu tomonga, 3,5 bu tomonga. Mana shu 7 yuza bantovka bo'ladi. Endi mana shu bantovkamizni teramiz. Ya'ni mana o'rtasi 3,5, 3,5. Mana bu 3,5 ni olib, bundan oldingi bantovkani yoniga olib boramiz. Ichkariga kirgizish yoki ustiga chiqarish shart emas. Tikdik. Endi mana keyingisini olib, boyagi bulavkaga olib boramiz. Mana orqasi bir-birida uchrashadi. Bu 21 bo'lganligi uchun, 7 santimetr bo'lganligi uchun bir-birida uchrashadi. Masalan, sizda 22 bo'lib qolar yoki qanaqadir razmer bo'lib, orqasi bir-biriga yetmay qolishi mumkin, bir-biriga o'tishi mumkin. U sizning skladkalaringiz soniga, oralig'ini, masofasiga, mana bu bantovkani yuziga bog'liq. Agar bantovka qilsangiz, mana shu joyga olib kelamiz va tikamiz. Mana keyingisi 21 bulavkada turibdi. Buni ham mana o'rtasini olamiz. 10,5 va ikki tomonga yana chizamiz. Mana 3,5 bu tomonga ham 3,5. Yuzasi 7. Birinchi mana bu bantovkachani olamizda, o'zidan avvalgini tagiga olib boramiz. Keyingisini olib, mana bulavkamizga olib kelamiz. Keyin ba'zi tikuvchilar mana bu bantovkani orasi ochilib qolmasligi uchun bir-biriga sal mindirishadi, 0,5 qilib. U ham to'g'ri. Bantovka ochilmay bir xil bo'lib chiqadi yoki yonidan olib borish ham mumkin. Keyin mana orqasi ham, orqa tomoni mana qaranglar, bunda uchrashgan. Bitta chok bo'lganligi uchun yana korsaj tikilganda yonma-yon keladi. O'sha narsa sizda orqasida mana bunday bir-biriga o'tishi ham mumkin, sal yetmay qolishi ham mumkin. U o'sha boyagi karnizli igna, matoni igna, bantovkani santimetri и bantovkani yuzidan kelib chiqadi. Oxirgisi Bahrama tomon qizlar. Endi keyingisini boshlanishi Bahrama tomondan bo'ladi. Mana o'sha zoldirchani tikib olganimiz. Hop, mana bu joyda bulavkamiz bor, olamiz. Bunday qilib, mana shuni tagiga olib kelamiz. Buni chokni tagidan qo'yganimiz sababi, ilganimizda mana bu hozir yig'iladi yonga, bunday pastga tushib turadi, bu ustida mana bu chiqib turadi. Mana bunday bo'lib turadi, chiroyli bo'lib turadi. Mana bo'ldi. Korsaj tikamiz. Boya bantovka jarayonida birato'la korsaj tikib ketsa ham bo'ladi. Men endi ko'rsatish uchun birinchi o'zini tikdim. Keyin bunga mana bu korsajni tikyapman qizlar. Birinchidan bagetdan chiqib qolmasligi uchun, ikkinchidan bu qattiq ko'p prozrachnik mana bu tepani qattiq ushlab beradi. 705 dan ko'ra. Shuning uchun mana shu korsajni tikyapman. Boshqa shunaqa qattiq bo'lib ushlab beradigan istalgan korsajni tikish mumkin. Hattoki 10 santimetrlik prozrachnikni men 7 santimetrni olib qolganini kesib ishlatgan vaqtim ham bo'lgan. Effekt berishi uchun. Go'zallik qurbonlik talab qiladi deydi-ku.
chiqqanini qaranglar. Keyin amerikanskiy korsajda bunda bilasizlar, mana bu oddiy kurchogimiz. Mana bu kurchok ilganimizda yurishi qiyin, mana karnizga tiqilib qoladi. Mana shu yurishida qiyin yuradi. Men bu kurchokni ilib ko'rganman. Oson yurishi, sal balandroq bo'lib. Mana bu ipli kurchok bor-ku. Masalan, mana chuvalashib ketgan deylik. Mana shuni mana bu semichka kurchok bilan ikkalasini mana shunday qilib ilsa bo'ladi. Agar sizda bu ortiqcha bo'lsa, mana bu ancha baland kurchokdan ko'ra va oson yuradi. Mana shularni qo'yib chiqishimiz mumkin. Nima deydi, jalka deyish mumkin, lekin umuman temir kurchok kerak bo'lmaydi. Zo'r ishlaydi. Mana bu kurchoklarni har bantovkani mana o'rtasiga qo'yib chiqdim. Siz xohlang har ikki chekkasiga qo'yib chiqing, xohlang o'rtasiga ham qo'yib chiqing. O'zingizdan kelib chiqib qilaverasiz. Endi mana bu jalka kurchokchalarimizni iplarini olib tashlab o'tkazamiz. Agar men mana shunaqa qilib o'tkazsam, umuman temir kurchok ishlatmayman. Mana bu kurchok mana oson, kirib chiqishi juda oson. Mana shu kurchoklarni ishlataman. Hozir mana shu pardaga shunaqa qilib foydalanaman. Bunda anchaga tushamiz shekilli, chunki bizda 6 ta bo'y bor. Aniq 6 ta bo'y. Oxiriga yana bitta qo'shib qo'yayman.